2 kun damda olib keldik. Juda zo'r sayohat bo'ldi. Biznes forumda qatnashib, biznes forumdagi voqealarni biroz bo'lsa-da yoritishga harakat qildim. Imkon qadar tabiatga ham birozgina to'xtalib o'tdik. Endi yana ishga qaytamiz. Kaizen bo'yicha yana davom ettiramiz. Kaizendan oldin borib kelgan biznes forumimiz masalasida biroz gaplashmoqchi edim. Bir jihati juda ham xursand qildi meni. Ya'ni biznes forumda qatnashar ekansiz, yani har xil odamlar bilan gaplashasiz, har xil odamlar bilan muloqotda bo'lasiz. O'zbekiston tomoniga juda katta e'tibor berildi. Shu tomoni juda ham xursand qildi. O'zbekiston Respublikasini ishonch krediti deylik. Ishonch krediti juda yuqori. Buni raqamlarda ham ko'rsa bo'ladi. Raqamlar juda ham katta raqamlar. Shartnomalar imzolandi. Juda ham katta summalarga shartnomalar imzolandi. Endi buni davom ettirib, bularni amalda ko'rsatishimiz kerak. Butun dunyo hamjamiyati, xususan rivojlangan mamlakatlar O'zbekistonga ishonch ortayotganligi xursand qildi. Borganimizdagi o'sha muomaladan ham bilsa bo'lardi bu narsani. O'sha receptiondan kirishdan tortib to biznes forum yakunigacha O'zbekiston ancha qolgan davlatlarga hurmat saqlagan holda aytaman, juda ham yuqori darajada kutib olindi. Eng yuqori darajani ko'rsatib berdi Yaponiya tomoni. Endi Yaponiya tomoniga qanday salom bo'lsa shunday alik degandek biz ham qaytarishimiz kerak deb o'ylayman. Buni eng qizig'i O'zbekistonlik ishlab chiqarish yoki bo'lmasam aytaylik biznes egalaridan emas, qo'shni, ya'ni bizga qo'shni bo'lgan mamlakatlar vakillaridan eshitganim juda ham xursand qildi meni. Qozog'istondagi, Tojikistondagi, Qirg'izistonda, Turkmanistonda vakillari bilan gaplashganimizda bir boshqacha sizlarni davlatinglar buzib yubordi deyishdi. Endi qo'pol tilda aytadigan bo'lsak, ya'ni juda ham katta summaga shartnoma imzolangan, ya'ni shartnomalar imzolangan. Yaponiyani eng top 5 ta kompaniyasi O'zbekiston bilan o'zaro qo'shma loyihalar amalga oshirish jarayonida turibdi. Bundan tashqari o'sha joyda Qozog'iston vakillari bilan gaplashganimda sizlarning prezidentinglar hammasidan ham ko'p shartnomani ilib ketdi deb qanaqadir haligi havas ketidan hasad bilan ham qarashyapti bir tomondan. Lekin eng asosiysi ishonchda. Ishonchda juda muhim. Yaponiya tomoni juda ko'p ishlab chiqarish vakillari bilan ishlaganda Yaponiya bilan ishlash qiyin deyshadi. Yaponiya bilan haqiqatda ishlash qiyin. Birinchidan 7 o'lchab bir kesadigan davlat. Sekin harakat qiladi-yu, lekin uzoq muddatli rejalarni qo'yib turib, o'sha rejalarni bosqichma-bosqich amalga oshiradigan davlat. Endi bu ishonchni oqlashimiz ham kerak deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. 2,5-3 barobar ko'p miqdordagi summa jihatdan oladigan bo'lsak, qo'shni davlatlarga nisbatan 2,5-3 barobar ko'p miqdorda shartnoma imzolanganligi va O'zbekistonga top 7 mamlakatlarini ishonchi ortayotganligi odamni xursand qilyapti. Amerikadan keyin Yaponiya ham xuddi shunaqa O'zbekistonga bir boshqacha e'tibor bilan qarayapti. Bundan foydalanishimiz kerak deb o'ylayman. Biznes forumda yakuniga to'xtaladigan bo'lsak, o'zimizning kompaniya misolidan ham olib ko'rishimiz mumkin. Ancha imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Endi bu 5 ta davlat birgalikda kelgan forum bo'lganligi uchun boshqa davlatlarda oldin ancha ko'rinib qoldik biz. Yakkama-yakka uchrashuv ham qilish kerak deb o'ylayman. O'zbekiston Yaponiya aloqalarini mustahkamlashda juda muhim ahamiyat kasb etadi deb o'ylayman. Bu narsani ham endi davlat organidagi vakillar balkim o'ylashayotgandir. Balkim tez orada amalga ham oshib qolar. Lekin biznes forum juda ham chiroyli o'tdi. O'zbekiston uchun juda manfaatli biznes forumlardan biri bo'ldi deb o'ylayman.